Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Hurmatli o'rtoqlar, Buyuk Sovet xalqi, bugun biz Buyuk kun, G'alaba kunini nishonlayapmiz. Buyuk G'alaba kuni bilan sizni barchangizni tabriklayman. Bu kuni biz buyuk sarkarda, buyuk davlat arbobi, Buyuk Sovet sotsialistik jamiyatining rahbari Iosif Vissarionovich Stalin tomonidan o'sha buyruq bilan o'rnatilgan kun, aytyapman, nimalarim jimrilab ketdi etlarim. Chunki biz 1936-yilgi konstitutsiya bo'yicha haligacha SR davlati tirik ekanmi? Biz buyuk o'zimizning rahbarimiz, Sovet davlatining rahbari bo'lgan Iosif Vissarionovich Stalinning buyrug'ini haligacha amalga buyrug'ini bajaramiz. U qo'ygan, o'sha o'rnatib ketgan 9-may xotira kuni emas, buyuk g'alaba kuni bilan sizni barchangizni tabriklayman. Xotira kunida bizni chalg'itishyapti, chunki bizni g'alabadan uzoqlashtirish uchun, mana shu bizning buyuk qadriyatimizni yo'qqa chiqarish uchun dushman tomonidan qilinayotgan bu ish. Men sizni barchangizni ana shu buyuk g'alaba kuni bilan tabriklayman. Barchangizga omonlik, baxt, saodat, bunaqa urushlar boshqa bo'lmasin, yurtimiz tinch bo'lsin. Iloyim ana shu bosqinchilardan ham qutulib, ana bu Rotshildlarga ishlayotgan tashqi dushman bilan til biriktirib, o'z vataniga, o'z xalqiga xiyonat qilayotgan kollaboratsionist xalq dushmanlari vatan xoinlaridan ham qutulib, Xudo xolasa yangidan 1936-yilgi konstitutsiya bo'yicha Sovet hokimiyati, ishchi dehqon hokimiyatini qaytadan o'rnatib, o'zimizning yurtimizda baxtli sotsialistik jamiyatning yuqori cho'qiga rivojlangan jamiyat qurishga Xudo xolasa bizni nasib qilsin. Bola chaqalarimizni ozod, erkin, baxtli, saodatli bo'lgan jamiyatda yashash, ularga tenglik, o'rtoqlik, birodarlik ega bo'lgan jamiyatda yashash bizning bolalarimizga nasib qilsin. Xudoyo Xudovandam deyman, Parvardigorim, yaratganim tabiat. Xudoyim hamma niyatlarimiz amalga oshsin, chunki hammasi niyatda. Bizning niyatimiz tinchlik bo'lsin, yurtimiz bosqinchilardan ozod bo'lsin, ana shu kishanlardan qutulishimiz kerak, tashqi dushman tomonidan bizga qo'yilgan kishanlardan qutulishimiz kerak. Haligi igla deydi-ku, haligi bizni so'rib, qonimizni so'rib yotgan ana shu kishan va ana shu nimalardan resurslarimizni o'g'irlab yotibdi, xalqimizni qirib, genotsid qilib, har xil yo'llar bilan talab yotibdi. Ana Svetlarni yana o'stirishning maqsadi shu, xalqni talash, hammasini ana shu lardan qutulib, Xudo xolasa baxtli bir jamiyat, qaytadan sotsialistik jamiyat qurish bizga nasib etsin. Biz bir marta bu buyuk g'alabaga erishdik. Xudo xolasa hammamiz birgalikda, Sovet xalqi, hammamiz do'st, o'rtoq, birodar, tenglik shiorlari ostida yana bir marta g'alabaga erishamiz. Bu bosqinchilar ustidan ham ana shu 3-jahon ruhiy gibrid axborot urushida axborotlar orqali bolalarimizni, xalqimizni ongini zaharlayotgan, ana shu Lenin aytganday juda nima deydi uni, kvalifitsirованный deydi, juda malakali fohishalar tomonidan juda katta propaganda olib boryapti. Bolalarimizning miyalarini zaharlash bo'yicha televideniya orqali, san'atkorlar orqali, siyosatchilar orqali, artistlar orqali, o'qituvchilar orqali shunaqangi xalqimizning miyasini, bolalarimizning miyasini zaharlashyapti. Yolg'on tashviqotlar bilan, yolg'on g'oyalar bilan, yolg'onlik orqali
xalqimizni qul qilishyapti, o'zining bir kun yaxshi yashashi uchun. Lekin ana shu xotira deb bugun sizni miyangizni zaharlaydi. Xotira kuni emas bu, buyuk g'alaba kuni bu. Ana shu xotira men sizga hozir ana shu xoinlarga, vatan xoinlariga, xalq dushmanlariga shuni aytmoqchimanki, xotira kuning ham bo'ladi. Xotira kuning ham keladi. Nimani xotirlashni o'sha paytda o'ylab qo'y. Hammasini bir yozib nima qilganlaringni, qanday yashaganingni, xalqqa nisbatan qanaqa xiyonat qilganingni hammasini xotirlab qo'y. Xotira kuning bo'ladi. Mana aytganim bo'ladi, bilasanmi? Xotira kuning bo'ladi. Bugun esa bizda g'alaba kuni. Hammangizni buyuk g'alaba bilan tabriklayman. Sog'-omon bo'ling, bir-biringizni saqlang va bizning tinch yashashimizning va ozod erkin bo'lishimizning bittagina qonuni bor. Juda kuchli qonun bor. Bu ham bo'lsa 1936-yilgi Sovet konstitutsiyasi Stalin tomonidan o'rnatilgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, butun dunyo jamoatchiligi, xalqaro tashkilotlar faqat 1936-yilgi konstitutsiyanigina tan oladi. Chunki Sovet davlatida boshqa qonun yo'q. Chunki Sovet davlati sotsialistik jamiyat sifatida haligacha tirik va bizni saqlaydiki, har qanday xo'rlikdan, har qanday azob uqubatdan, har qanday yomonlikdan Sovet grajdanligi saqlaydi. Agar siz shuni mardlarcha ayta bilsangiz, men SSSR grajdaniman va men 1936 konstitutsiyani tan olaman. Men hech qanday deb haligi Ausweis olmasangiz va SSSR grajdanligini tan olsangiz va o'zingizning inson ekanligingizni, nima deydi uni, vijdon oldida, iymon oldida, chesti dostoinstvo deydi, o'sha oldida tan bilib ola bilsangiz va ana shunda biz yaxshi hayotni qaytadan yana bitta g'alabani bularning ustidan axborot ruhiy urushida yengamiz. Xudo xolasa yengamiz. Shuning uchun sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Bolalaringizni kelajagini o'ylasangiz, aqlingizni yig'ib oling. Bu yolg'on safsatalarga ishonmang, sizni aldab, yolg'onlar orqali yomonlikka olib borishyapti. Shuning uchun bir-biringizni saqlang, bir-biringizni asrang. Biz hammamiz do'st, o'rtoq, birodarmiz. Butun Sovet xalqi, titulni narod deydi. Ana shu barcha Sovet xalqi, o'zbek, tojik, qozoq, rus, hammamiz, Ukrain, Belarus, Ozarbayjon, tojik, arman, gruzin, hammamiz biz do'st, o'rtoq, birodarmiz, bir xalqmiz. Hamma xalqlar bizning yurtimizdagi tatar, bashkir yoki boshqa xalqlar, Osetin, Chechen, Dog'iston, hamma xalqlar biz do'st, o'rtoq, birodarmiz. Hech kimga yomon ko'z nazar bilan qaramaydi. Hech kimni xafa qilmaydi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz do'st, o'rtoq, birodar bir Sovet xalqimiz va bir davlatda yashayotgan bir xalqmiz. Shuning uchun bir-biringizni saqlang. Buyuk g'alaba kuni bilan 9-moy Sovet xalqining fashizm ustidan qozongan g'alaba kuni bilan sizni tabriklayman. Sovetskiy narod сокрушил natsizm deydi ruschasiga. Sovet xalqi natsizmning sindirdi. Hitler natsizmini Sovet xalqi sindirdi va uning ustidan g'alaba qozondi. Ishchi dehqon qizil armiyasi uning ustidan g'alaba qozondi. Ana shu buyuk kun bilan sizni tabriklayman. Sog', omon bo'ling.